Grammatiki dersimizga hoş geldinglar. Biz bugün şu bir iki haftanın yağı bütün fe'lning zamanlarını öğrenip yürüptimiz şu. Şoň bugün asliyen kelgüs zamanını sözlemekçidim. Lekin aralykda başka bir mazmun sözlep, andan yana zamanlarını sözleyle dep bugün başka bir dersde yalap geldim. Bu hem muhim Golland til grammatikasininki muhim türlerining birisi. Yani hülüp verikvort van modaliteit deymiz. Yani Uygurca tüs yardımcı fiil dep Golland tilda 5 xil muş türüdeki fiillar var. Bu fiillar kündülük turmuşta bek jiq işletildiğin fiillar. Yani bu 5 fiil wählen, künen, mogen, moeten, zullen. Yani normalde Golland tilda, İğiz tilda veya kitap yazıp işqilip bu 5 fiil bek köp işletildi. Bu 5 fiillar bir türge tabi bolgan fiillar, tüs yardımcı fiil dep. Bu fiillarninki ortak bir alaydıligi, bu fiillar bayan cümlede iginin keyindilla birinci yardımcı fiil bolup kelalaydı. Birlik aletde şahs özgürüş yasamaydı. Mesela ik, yey, hey degende biz o'xshash şekilde. Andan bu fiillar daim fiilninki toluq şekli, infinitif bilen, fiilnin köplük şekli bilen biriga keladi. Mesela ik wil goed Nederlands leren. Yani wil bu cümledeki willen degenninki ik şekli wil. Bunu iginin keyindildi kelyapti. Ik wil dep. Cümlenin en ahırda fiilninki toluq şekli. Yani men Golland tilini yaxshi öğrenishni arzu qilaman. Yana bir misal, wij moeten eerst de taal leren. Yani wij moeten iginin keyindildi kelyapti. Muutenning ma'nosi cho'qim lazım. Biz cho'qim eerst aldı bilen de taal leren. Tilni öğrenishimiz lazım. Tilni öğrenishimiz kerak depçu. Yani bu 5 fiilning ortak bir alaydıligi cümlede iginin bayan cümlede iginin keyindilla birinci yardımcı fiil olap kelalaydı. Yani cümlenin en ahırda şu biz ifade etmekçi olan iş hareketininki fiilninki köplük şekli keladi. Endi biz bir-birlep bularning ma'nolari bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi willen. Willenning ma'nosi shu xohlamoq, orzu qilmoq degan ma'noda. Bu fiil bo'lg'achqa, bularning hammasi fiil bo'lg'achqa, fiillarninki shaxs va zamon shakllari bo'ladi. Mesela willenninki hozirgi zamon shakli ik wil, jij wil, hij wil. Baya degan tuqqu bu fiillarninki birlik shakllari o'xshash bo'ladi debchi. Ba'zida u wilt, uyni ishlatgan vaqtda u wilt deb keyinlikda qo'shib ishlatamiz. Andan wij willen, jullie willen, ze willen. O'tgan zaman shakli ikki xil shakli var. Ik wilde, de qo'shildi yoki ik wou. Jij wilde, hij wou. Köplük şekli wij wilden, wij wouden, jullie wilden, ze wilden. Bitken zaman şekli voltooide deelwoord gewild. Yani willenninki har qaysi zaman şekilleri şu. Bu fiil bek köp işletilgan fiil olğaçqa çoxum sizlarga bu zaman şekilleri yada bo'lib ketish kerak. Bunun ma'nosi. Birinchi xil ma'nosi bira arzu istak ishlatamiz. Bira xohlash, arzu istak. Masalan, will you coffee or tea? Çay xahlamsiz yoki qahvami? Ik wil koffie drinken. Yani qahva xahlayman, qahva ichishni xahlayman. Wil je met mij naar de winkel gaan? Men bilen do'konga borishni xahlamsiz? Wij willen vandaag lag'man eten. Bizning bugun lag'man yegimiz bor. Yani hammasida qarasanglar bayon jumla shaklida ik wil koffie drinken. Drinken deb fiilning ko'plik shakli. Wij willen lag'man eten deb köplik şekli işte kelyapti. Yani birinchi xil ma'nosi shu. Ikkinchi xil ma'nosi do'stonilarcha bir talabga ishlatildi. Masalan, will je misschien vandaag schoonmaken? Yani siz bugün toza qilsangiz bo'lamdi deb bu willni qo'shib so'ragan vaqtimizda intayin adab bilan so'ragan bo'lamiz-ku.
Wilt u nog even wachten? En xapolmay birdam saqlab tursangiz bo'lamdi. Bizning tilimizda birdam saqlab turing. Birdam saqlab turamsiz. Xapolmay birdam saqlab tursangiz bo'lamdi deb xafa bo'lmay birdam saqlab tursangiz bo'lamdi degani bakroq adabliklarcha nima shakli shu. İşte dostlarlarcha talabga ishlatildi. Üçüncü xil shakli bir ehtimolliq ham ishlatildi. Masalan, biz Uyg'ur tilida bunday ish yuz berib qilishi mumkinti, bunday ish bo'lishi mumkinti deymiz bir ishlarni faraz qilib, işte masalan, het wil nog wel eens gebeuren dat de auto niet start. Yani mashina qo'zg'almagan taqdirda bu xil ahvol yuz berishi mumkinti deb miyada bir xil ehtimolliq ma'nosida kelyotidi. Yani qarasanglar, het wil nog wel eens gebeuren deb, yani gebeuren fe'lninki to'liq shakli kelyotidi. Ondan bu fe'lninki o'tgan zaman shakli wow, yani wowninki boshqa ishlatilish alayliklari va boshqa ishlatish usullari va bu wow ishlatganda o'tgan zaman emas, balki boshqacha bir ma'nolarni bildirdi. Masalan, birinchisi do'stonlarcha talabni bildirdi. Masalan, ik wou graag 1 kilo xixak yani. Bu yerda shu men 1 kilo qiyma go'sht olmoqchi edim deb do'kon kirgan vaqtda shu nima xohlaysiz desa, bu endi bu yil o'tgan zaman, yani men o'tmishda 1 kilo qiyma go'sht olmoqchi edim degan emas, shu vaqtning o'zida men 1 kilo go'sht olmoqchi edim debchu bir do'stonlarcha, adabliklarcha ifodalash shakli. Bu yerda o'tgan zaman ma'nosi chiqmaydi. İkincisi yani bir arzu istek, şu yol o'xshashlar. Masalan, Adil vavdat hay andar varakhat. Yani Adil boshqa bir xizmatda bo'lishni arzu qiladi debchi. Yani hozirning o'zida unday xizmati yo'q, lekin işte bo'lishni arzu qiladi deb. Mesela yani bir cümle ik wou maar dat ik dat niet gezegd had. Yani kashki o gapni demagan bo'lsam-chu debchi. Bu yerda shu bir arzu istek ma'nosini bildiradi. Üçüncü xil ma'nosi bir maqsad planni, masalan, var wouya di new plant zetten, yani siz bu yangi gullarni nega tikmoqchi. Var wouya naar de vakantie gaan tijdens de zomervakantie, yani yozlik ta'tilda nega bir ta'til qilmoqchi debchi. Bu yerda wow gerçi o'tgan zaman shakligindagi o'tgan zamanni bildirmaydi. Shu işte maqsad plan. Ondan eng oxirgi ma'nosi arzu istekni so'rashda ishlatildi. Masalan, what will you have? Will you in ayshi? Yani nima xohlaysiz? Morojni yeyishni xohlamsiz? yoki what will you have? Will you in ayshi? Ikkisi o'xshash. Ikkisi willni ishlasakmi, wowni ishlasakmi bo'laveradi. Lekin miyada sizlarga bildirmoqchi bo'lgan nuqta, garchi wow deb willning o'tgan zaman shakli kelgan bo'lsa-mu, lekin bu yerda siz o'tmishni nima yeyishni xohlaydingiz emas, hozirning o'zida. Unda o'tgan zaman ma'nosi yo'q, balki hozirning o'zida nima yeyishni xohlaysiz, nima yegingiz deb işte bir arzu istekni so'rashda ishlatildi. Yani bu günlük turmuşda pek köp işletildiğin fe'llar. Birincisi will'ninki ma'nosi mushu. Yani yig'inchoqlasak will'in ko'pincha hollarda arzu, istek, bir maqsad plan, ondan bir narsani adabliklarcha so'raganda shunday vaqtlarda ishlatamiz. Endi ikkinchi fe'l zuln. Zulnninki bu ham fe'l o'qachqa har qaysi zamon shakllari buni bu ham sizlarga yodda bo'lib ketish kerak. Ikzal, yeyzal, hayzal, üzült, vey zuln, yuli zuln, zey zuln. Hozirgi zamon shakllari, yani o'tgan zamon shakllari ikzau, vavga o'xshab ketadi. Yey, üzau, hayzau. En köplüki zavdın. En bu zulnninki pütken zaman şekli yok. Şu bu cümlenin onda pütken zamanda hızavdın ya da bu da bir işletmeyimiz. İşletkili bulmaydı. Hem de zulnning işletilişi, zulnning ma'nosi birincisi teklif fikir vergende işletildi. Bu hem zulnni işletip teklif fikir vergen vaqtimizda ham adabliklarcha, chiroyliqlarcha so'ragan bo'lamiz. Masalan, zuln ve ifenarde winkel gaan. Do'konga borib kelamdik. Zal ik je in glas thee geven? Sizga bir stakan choy qo'yaymi?
Zülünvey nerede bioskopxan, kinoxanaga birib kelamdiq. Hammasi teklif fikir şeklida. İkinci xil ma'nosi biror ishga va'da berganda, men bunday ishni qilaman debchu. Muşta zülünü işletimiz. Mesela iksalviol botshappendun. Yani men soğuduklarını kılımen dep. Yani zalını zülünü işletken vaktimizde biz aşka vədi vergen bolumuz. Men kılımen depçu. İlk oğaçkı zal dep gelatıdı. Vəy zülüm zorxundat vəy optayt zeyn. Yani biz vaxtıda kilişke kapalet verimiz. Biz çokum vaxtıda kilimiz. Vaxtıda kilişke dikkat kılımız. Asli biz vaxtıda kelishga kapolat beramiz desakchu, shu va'da bergan bo'lamiz. Endi biz men vaqtida kelaman deb va'da bergan bo'lamiz. Endi zulunninki mushta biror ishga va'da bergan ishlatimiz. Biz zulunni ishlasak, shu ishni qilaman deb va'da bergan bo'lamiz. Endi uchinchi xil ishlatilishi, biz biror ishni faraz qilib, cho'qim shunda bo'ldi deb o'ylaganda, biror ishning yuz berishini kutganda hem zulünni işletimiz. Mesela, je zult goed Nederlands leren. Ik weet het zeker. Yani, mesela bir o'quvchi olab, kunda topshiriqni shunday yaxshi ishlab, pek yaxshi o'rganib qilsa, biz uning nisbatan agarda siz cho'qim qo'llanchani yaxshi o'rgana olasiz. Yani, men bunga jazm qilma debchu. Yani qilgan ish harakatlar qarab, mesela siz imtihondan o'tib ketasiz debchu. İşte bir ishga yüz bermedi, lekin biz çoqum yüz berdi. Çünkü bu o'quvchi bek tirishchan, bek yaxshi o'qiydi debchi, işte bir faraz qilgan vaqtlarimizda shu zulunni ishlatamiz. Yana bir misol, ik hoop dat jullie gauw in huis zulun hebben. Endi bu yerda umid ma'nosida keladi. Yani men sizlarniki tezroq bir uyga ega bo'lishinglarni umid qilaman deb, yani qarshi tarafga nisbatan bir yaxshi tilak, orzu, umid bo'layotimizchu. Bunda vaqtda işletildi. En to'rtinchi xil ishlatilishi, biz biror ishni qilishni plan qilib, biror ishni biz xohlagan biror ishni qilmoqchi bo'lganda, qilishni plan qilganda ham zulunni ishlatamiz. Masalan, ik zal dit jaar mijn rijbewijs halen. Yani men bu yil pravamni olaman deb, işte bir niyetni pukkan vaqtimizda. Ik zal elke dag Nederlands leren. Men her gün Holland tili o'rganaman debchi. Shunda bir ishni niyat qilib, plan qilib nim qilgan vaqtidami shu zalni ishlatamiz. Hem bunun hem bu zalning hem bayadikilari hamda hammasi zulunninki hozirgi zaman shaklda ishlatilishi. Hamda bu zulunning mu velinga o'xshash, velinninki o'tgan zaman shakli bo'lgan vavning yani başka bir xil işletiliş şekilleri var. Zulünün mem o'xshash. Zulün bilen velin müşcihati o'xshab qoldi. Buni ham o'tgan zaman shaklini ishlatish, bu o'tgan zaman shakliga kelgan vaqtda unda bir o'tgan zaman ma'nosida emas, balki boshqa bir ma'nolarni bildirdi. Shuni o'rganib o'tamiz. Birinchisi, bu zav biz do'stlarcha biror ishni talab qilgan vaqtda ishlatamiz. Masalan, Zavya dat voor mij willen doen. Yani siz men uchun bir ishni qilib bera olamsiz, men uchun uni qilishni xohlamsiz debchi. Yoki Zavya voor mij in boodschap willen doen. Yani men uchun sodlik qilib chiqsangiz bo'lamdi, men uchun do'konga chiqsangiz bo'lamdi. Yani bunda so'ragan vaqtimizda biz shunda adab bilan, o'tinish bilan chiroyli holatda so'ragan bo'lamiz-chi. Zou ik bij jou op bezoek mogen komen? Yani sizni ziyorat qilish uchun sizga kelsam bo'lamdi? Degandek. İkincisi, sual so'raganda yoki baho berganda ishlatildi. Bu hem bunda ishlatgan vaqtimizda intayin adab ma'nosini bildiradi. Masalan, Zaudun yuli ifavili vaqtdan, yani sizlar birdam saqlab tursanglar bo'lamdi. Deb normalda gollandiyaliklar yana natnush odamlarga bu shaklni bekchiq ishlatadi. Masalan, biror sizlarga mushta shakldan ishlatib kelib qilsa, u sizlarni hurmat qilganligi, sizlarga shunday adablik, chiroyli gap qilganlikning ifodasi. Üçüncü xil ma'nosi bu ham arzusidek ishlatildi. Masalan, als ik veel geld had, zou ik in wereld reis gaan maken. Yani jiqqida pulim bo'lgan bo'lsa, men shu dunyoni aylanib sayohat qilgan bo'latdim deb zou ik miyadamda bir arzusi. Ik zou graag naar Turkije willen tijdens de zomervakantie desem. Yazlık tatilde şunda Türkiye'ye
bar depçi. Lekin afsus baranmaydı, lekin şunda bağım bar depçi arzu istek. Tötüncüsü bu hem başqalarga teklif fikir bergende işiltildi. Bu başqalarga teklif fikir bergende bu işiltilish şekli ingliz tilidan bar, golland tilidan bar, şu Avropa tillaridagi xos bir şekil deb o'ylayman. Masalan, biz başqalarga teklif fikir bersek, telefon urib biqinga yoki mundaq qilsangiz bo'ldi-ku deblam mundalam teklif fikir beramiz-chu, lekin bu gollandiyaliklar unda teklif fikirni bevositalan bermay, men sizni o'rningizda bo'lgan bo'lsam mundaq qilib boqqan bo'lardim. Men sizni o'rningizda bo'lgan bo'lsam men mundaq qilardim debchu. Men mundaq qilardim deb mundaq shaklda beradi. Yana ishda ifodalash shakli. Masalan, als ik jou was, yani men siz bo'lgan bo'lsam, zou ik even bellen. Telefon urib boqqan bo'lardim. Yani men siz bo'lolmayman, lekin men sizni o'rningizda bo'lgan bo'lsam ishda qilgan bo'lardim. Yoki het regent hard, yani qattiq yomg'ir yog'yotidi. Ik zou binnen blijven. Men uyda qolgan bo'lardim. Masalan, balimiz deyli, balimiz shunda yomg'ir yog'yotidi, talog'i chiqmoqchi, unda ahvol ostida yoki do'stimizchu. Yomg'ir qattiq yog'yotidi, men siz o'rningizda bo'lgan bo'lsam, hozir talog'i chiqmaydim, uyda qolardim deb. Yani bevositalan meningcha siz talog'i chiqmang demay, bu bir güzel ifodalash shakli meningcha. Bevositalan bunda buyruq shaklida siz unda qiling, unda qiling, unda qilsangiz bo'lmamdi demay, balki ik zou, yani men munda qilardim debchi. Het regent hard, ik zou binnen blijven. Yani yomg'ir qattiq yog'yotidi, men uyda qolardim. Yoki sizni o'rningizda men bo'lgan bo'lsam, munda qilib boqardim debchi. Shuna bir chiroyli shaklda teklif fikr berish usuli. Hamda shaxsan men golland tilini yangi o'rgangan vaqtimda shu shaklni xato tushunib qilib, mesela als ik jou was, zou ik even bellen desa, agar men sizni o'rningizda bo'lgan bo'lsam, men telefon urib boqardim desa, qarshi taraf men telefon urib birdiga o'xshaydi, men qilib birdiga o'xshaydi deb zou ik deb tushunib qolgancha, keyin tushunganki, deb masalan sizlardimi agar ashta xato tushunish bo'lib qolsa, miyada hozir sizni o'rningizda bo'lgan bo'lsam, telefon urib boqardim deyish orqali meningcha siz telefon urib boqing deb teklif fikr bermoqchi, lekin hargizmi men sizga telefon urib beray demoqchi emas-chu. Buni mesela şu FVN'ga chiqqan vaqtingdan bek ko'p ishlatildi. İşte bir teklif fikir verib yoki doktorlar sizni o'rningizda bo'lgan bo'lsa, men parasetamol ichib boqardim yo uni qilib boqardim debchi, lekin bu yerda shu men sizga u ishni qilib berman, men qilaman demoqchi emas, balki meningcha siz ishda qilsangiz yaxshi bo'ldi deb, endi bir gollandiyalikninki bu bir xil ishda boshqalarga teklif fikir berish usulichu. Shunga men ayni vaqt o'rganganda işte xato tushunib qolganlik uchun men alayda eskartgim keldi. Endi 5-si bu zou yana bir kimning qilgan va'dasini shunda adab bilan eslatgan deb ishlatamiz-chu. Masalan, jij zou toch boodschappen doen? Masalan, birisi bizga men bugun kechda sodliq qilib borman debchi, yoki menga kechda men uchun do'konga chiqib beramsiz deb so'rasak ma'qul dedi, lekin qilmadi u ishni. Shunda vaqtda siz sodliq qilmoqchidingizku, chiqmadingizku deb işte bir ben, lekin bu yerda intayin adabliklarcha eslatibchi, balkim unutib qolgandi deb jij zou toch boodschappen doen, yani siz sodliq qilib bormoqchidingizku debchi. Yoki jij zou toch alle afwas doen, yani siz qachilarni yuyib etmoqchidingizku debchi. Balkim unutib qoldingizmi deb, endi bu ham chiroyliqcha bir xil eslatish shakli. Yani siz qachilarni yuvayotmoqchisangiz yumudingizku deb biraqlam ayiblash shaklida emas, balki siz mundoq qilmoqchidingizku, unutib qolmagansiz deb bir xil adabliklarcha ifodalash shakli. 6-chi bu ham qilmoqchi bo'lgan biror ishimiz amalga oshmagan deb ishlatamiz-chu. Masalan, ik zou naar school gaan, maar mijn fiets ging kapot. Yani men maktabga bormoqchidim, lekin velosipedim buzilib qoldi. Yani ik zou naar school gaan. Asli bormoqchidim, boray debmi chiqqandim, kiyimlarimni kiyib, uydan chiqib, somkalarimni isib, velosipedga minay deb tursam, velosipedim buzilib keldi degandekchu. Ondan wij zouden naar vakantie gaan, maar ik werd ziek. Yani biz asli ta'tilga bormoqchidik. Şu ta'tilni olib bo'lgandik, planni qilib, hammani shu chamdonlig'i kiyimlarini qachilab tayyor bo'lib tursak, afsus, og'rib qolmay bir ish bo'ldi ish qilib, işte bir ishni
Qilaman deb hamma tayyorligini bitirib qilolmagan vaqtimizda, bir ishni plan qilib qilolmagan vaqtimizda weil zouden ik zou. Masalan, ik zou vandaag de les om 8:30 beginnen. Men bugün dersini 8:20'de başlamak istedim debcu. Başlayman deb 8:20'dan başlap kompüterning kayında o'ltirib, içip tayyor bo'lib turgandim. Afsus ba'zi ishlar bo'lib qoldi degandekchu. Muşta vaqtimi qilmoqchi bo'lgan bir ishimiz amalga oshmaganda zav ishiltimiz. Anda eng oxirgi bir ishiltilsi, bir ehtimollik ishiltildi. Masalan, de TV doet het niet. Yani huzur işlemeyevatdı. Het zou aan de kabel kunnen liggen. Yani belki simdeki mesele buluş mümkün debcu. Bir yerde biz bir perez kılvatımızca bunda buluşu mümkün. Huzur işlemeyevatdı. Belki toku çap kalan buluş mümkün. Poyizlar mağmaptı. Belki bir vaka çıkıp kalan buluşu mümkün debcu. Bir xil ihtimallik perez. Kıskısı zavının işletilişenmişinde bunu alaylı sözleşimizdeki sebep mi? Gerçi bu ötken zaman şekli olsun mu? Lakin bu ötken zamanda kemmeydi. Yani muşundak bir 7 xil ahvalda günlük turmuşda işiltimiz. Endi geldi 3. fiilimiz küninninki bir işni qilish iqtidori olmaq, bir işni qilish iqtidorimiz, qobiliyatimiz bo'lganda ishiltiladigan bir fiil. Bunun har qaysi zaman shakllari shu ik kan, jij, je kunt, hij kan. En dan wij kunnen, bütün köpük şekli, en ötken zaman birlik kon, ik kon, jij kon, hij kon. En köpüki konden, en bütün zaman voltooid deelwoord gekund. Bu yerde hem yeni bir xil Uygurca cedvel, bunu hem özünler körüp çıksanlar buldu. Hem de bunun işletilişi bu adette, bu pil adette şu bir kişininki bir işini qilish iqtidori, imkoniyati, yani iqtidori imkoniyatimiz bir işlarga işlesek buldu. Mesela, ik kan goed Nederlands taal spreken desek, yani ben Golland tilini yaxshi so'zlayolmayman. Mening shunda iqtidorim bor. Ik kan zwemmen, men suv uzalayman. Ik kan goed koken. Men tamakni yaxshi etalayman. Yani mende shunda bir iqtidor bor debchu. İşte bir iqtidor, imkoniyat va ishlarga ishiltimiz. Ondan ijozat so'rash ma'nosida ishiltildi. Masalan, kunt u mij zeggen hoe laat het is? Yani soat qancha bo'lganligini deb bersangiz bo'lamdi degandek. Ondan 4. fiilimiz mogen. Mogenning ma'nosi yo'l qo'ymoq, ruxsat qilmoq. Shu bu odatda işte bir işlarga yol qo'y, ruxsat qilish shunday ma'noda ishlatamiz. Bu har xil zaman shakllari ik mag, jij mag, hij mag. Wij, jullie, zij mogen. En ötken zaman birlik mocht en mochten. En ötken zaman gemogen. Mesela, jij mag vanavond tv kijken. Yani bugün keşte televizor ko'rsangiz bo'ladi deb. Yani televizor ko'rishga ruxsat qilyotdi, ijozat beryotdi. En jullie mogen niet hier roken. Yani sizler bu yerda tamaka çeksanglar bo'lmaydi. Yani sizlerning bu yerda tamaka çekishinglarga yo'l qo'yilmaydi. En ikkinchisi yaxshi ko'rish ma'nosida ishlatildi. Masalan, ik mag je broer graag desa, men akangizni yaxshi ko'raman. Ik mag je, men sizni yaxshi ko'raman degandekchi. En üçüncüsü bayağı dep oldu ama çıkıktın yazıp kaptı. Yani imkaniyeti icazet yani yamak yer roken. Bir yatamak çekseniz buludu, yol koyuldu. Yamak yer nit roken. Yamak yer nit parkeren. Bir yat maşin toxtatsanız bulmaydı depçim. Andan bu hem ihtimallik üçün işiltildi. Adetimiz ötken zaman şekli köprek işiltildi. Köpünce Allah'da şu bir xatlada eğer bu xatga nispeten bir sualınız olsa biz öyle alaq qilishing depçi. Yani mochten er problemen zijn, wil me dan meteen op. Yani mochten aslında ötken zaman şekli, lekin bu yerda bir ihtimallik üçün. Yani mochten er problemen zijn. Yani eğer bir mesele bo'lib qolsa, yani ihtimallik. Eğer mesele bo'lib qolsa, bana derhal telefon qilgin debchi. Bu yerda gerçi ötken zaman bo'lsin, lekin ötken zaman şeklini bildirmaydi, belki işte bir ihtimallik ma'nosida. Ondan yana bu fe'lning har qaysi zaman shakllarininki Uyg'urcha jadval. Endi eng oxirgi fe'limiz mutin. Mutinning ma'nosi cho'qim lozim. Barliq birlik shakllari ik mut, yey mut, hay mut, ko'pligi mutin.
Ana o'tgan zaman birlik must, ik must, hij must, jij must, en köpüki musten, wij musten, jullie musten. Pütken zaman şekli gemoeten. Bunun ma'nisi bu endi çoqum lazım degan ma'nidir. Bu şu odatda çoqum qilish deyish bo'lgan yoki biror buyruq, aqliy xulosani ifodalashda ishlatildi. Masalan, birinchi qilish zarur bo'lgan ishlar. Ik moet mijn huiswerk nog maken. Yani men çoqum topshiriqlarimni ishlashim kerak degandek. Bir teklif fikir berganda ishlatildi. Masalan, je moet niet zoveel roken. Yani siz bunda ko'p tamaki chekseniz bo'lmaydi, tamaki chekmasligingiz kerak degandek. Yani üçüncü xil ma'nosi ba'zida ham gumonlanish paraz xarakterli ishlatildi. Biror narsani paraz qilgan vaqtimizda, masalan, hij moet wel heel rijk zijn desak, u cho'qim bek boyjimi debchi. Yani shunda shu nochi bir mashinasi bor ekan debchi. Bir odamning masalan shunda chiroyli nochi necha 100 ming qo'yliq mashinasi bo'lsa, shu mana mashinasi bek nochiga bu bek boyjimi cho'qim debchi. İşte bir paraz qilgan vaqtlarda ham ishlatamiz. Qisqasi xulosa bu fe'llarninki, yani vilen, zülen, können, mochen, muten, bu gündelik turmuşdan bek ko'p ishlatiladigan fe'l. Mesela miyada men bir misolni keldim. Bir xil qisqa xulosam shaklida. Mesela ik wil vanavond koken. Yani mening bugun kechda tamoq etkim bor. Men bugun kechda tamoq etishni xohlayman debchi. En ik wou vanavond koken. Bu o'xshashlar, mening bugun kechda tamoq etkim bor. Ikkisining asosan farqi yo'q. Bu yerda shu wow o'tgan zamonda kelmaydi. Bu wow'ning ayrim so'zlashmi sababi shu. Ondan ik zal vanavond koken. Yani men bugun kech tamoq etaman deb, yani bir va'da beryapmiz bu yerda. Men bugun kech tamoq etaman deb bir so'z beryapmiz. En ik zal vanavond koken. Yani men bugun kechda tamoq etmoqchidim. Asli tamoq etmoqchidim, men işte so'z bergandim deb keyinida bir gaplar bo'ldi. Lekin munda bo'ldi. Mesela ishdan kechib qoldim degandekchi. En ik kan vanavond koken. Yani men bugun kechda tamoq etalayman. Mening tamoq etgidek iqtidorim bor, vaqtim bor, qila olayman. Ik kan. En ik mag vanavond koken. Yani men bugun kechda tamoq etsam bo'ladi. Yani mening tamoq etishimga yo'l qo'yildi, ruxsat qilindi, ijozat berildi. Yani birisi tamoq etsangiz bo'ladi deb tamoq etsam bo'ldi deb yo'l qo'yilganlik. En ik moet vanavond koken. Yani men bugun kech tamoq etishim kerak. Men cho'qim qilishim kerak buni. Men uchun farz emas, lekin cho'qim qilishim kerak bo'lgan bir ish, mening majburiyatim degandekchi. Yoki bugun mening tamoq etish vazifam kelgan kun cho'qim etishim kerak deb, yani har qaysi shu willen, zullen, können, mochen, muten o'xshash bir fe'lni har xil shaklda, bir xil xulos shaklda shu misolni keltirib qo'ydim. Bugungi grammatika darsimiz shu. Bu ham golland tili, ig'iz tilida bek ko'p ishlatiladigan fe'llarcha. İnşallah bu çaqcham tekstlarda mujaq chiqqan. Bundan keyin darslarimizda hamda tekstlar qitim uchirgan vaqtda mushunga diqqatimizni ko'proq berib, ishlatilish o'rniga alohida diqqat qilamiz. Ma'qulamsa, qani bugungi tekstni boshlaylik.